Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun biz Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Xongiz qishlog'idagi Xongiz patillariga kelganmiz. Bu joyda bir qator avzorlarni ko'rsatib beraman. Qachondir yo'llaring tutsa shu Xongizning markazida har xil turli tuman patillari, bo'lichkalari, nonlari shular mavjud. Shularni hozir ko'rsatib sizlarga havola qilamiz. Mana ertalabda kelamanda hamma bizlarga hissdan kechirib tarqataman har kuni. Kuniga 2 karra gapirishib ketadi. Hayırlanıp geldi. Artık Allah kulüler çıktı gelme bugün videoda çoğumandı. Yaxshi boyda borligi mana shuncha ishchilar ishlayapti. Bu Zora noni? Yo'q, Qora bug'doy. Dieta. Ha, sahar kasalliklari bilan og'riganlarga, dieta qilayotganlarga qanday patillar bor endi? Ha. Bu sredniy mana shu hozir o'rtacha holatdagisi. Chimyon patimi nomi endi?
Xo'p, hurmatli obunachilar, biz mana ko'rib turibmiz zog'ora nonlarni. O'sha oldingi o'zimizni tabiiy zog'ora nonlar Makka unida bo'lgan. Mana bo'lichkalar 3000 so'mdan desa buni 3000 so'm. Mana tatib ko'ramiz hozir. Bismillah. Ha, ichida mazasi anu ko'rjidan ko'ra boshqacharoq maza beryapti hozir. Kelib ko'rasizlar, ko'raverasizlar. Har xil narsalar bor ekan. Bu yerda non mahsulotlari, har xil non mahsulotlari bor ekan. Qatlamani do'ltaligi deysizmi, ko'katligi deysizmi? Tabiiy o'zimizda mana damashniy qatlama patirlar. Damashniy desam iloji yo'q, baribir til ketib qolyapti. Uy qatlamasi. Mana hurmatli obunachilar, bugungi mana Hongiz patirda syomkalarni tugatdik. Opalarimizga rahmat aytamiz. Oilasiga shunaqa halol rizqni olib borishda hech ham charchamasin. Siz bilan bizga shunaqa issiq nonlarni yetkazib berishda qo'llari aslo dard ko'rmasin deb qolamiz. Siz obunachilar nomimizdan ham opalarga kuch-quvvat tilab qolyapman. Sog' bo'linglar opalar, charchamanglar. Xo'p. Sog' bo'linglar. Qadrli obunachilar, bevosita bu Hongizda syomka jarayonimizda Nuroniy otaxonlarga ko'zimiz tushib qoldi. Qarasang, velosipedda marafon uyushtirib o'zlari tashkillab ketishgan ekan. Shularda biz otaxonlarni suhbatga tortdik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamasdan. Olyapsizlarmi? Rahmat. Charchab qolmayapsizlarmi? Yo'q, biz Marlondan nuroniylar, o'sha nuroniy o'sha sportsmenlar, biz o'zimiz shunaqa har kuni biz bomdoddan keyin o'zimizni Marlon o'sha ijodkorlar bog'ida o'zimizni yurishimiz bor. Har kuni 5000 qadam, 10000 qadam. Hozir prezidentimiz qancha misol uchun sportchilarga qancha ahamiyat beryaptilar. Shundan biz g'ururlanib mana kuniga 5000 10 qadam. Keyin hatto trenajyorlar bor, ikkinchi sport klubi qoshida. Trenajyor nima qilamiz? Keyin haftani har chorshanba, bugun chorshanba velomarafon tashkil qilganmiz. Zo'r. Farg'ona san'at saroyiga bordik, yana Eko shaharga, yana atroflarda aylanib yuramiz. Bugungi navbat Chimyonga. Mana hozirlarda ko'rishib qoldik. Mana shular hammalar mana. O'zi asli sport rosa ham foydali narsa. Bu velosipedda yurishda o'zi qay darajada odam organizmiga foydali? Siz gapiring endi, qana foydali deb. Qanchalik yurgan saringiz, motivatsiya ham odam qiziydi, qon aylanishi ham zo'r bo'ladi. Birinchidan-da bu velosiped shug'ullanganiga 7 yil bo'ldi. Shug'ullanib yuramiz. Ko'p joylarga O'zbekistonda qon aylanib chiqqan. Shu darajada nima bo'ldiki, umraga ham velosipedda borib kelgan. 2023-yil Toshkentda velosipedda borib kelgan. Mana hozir yangi guruhga tuzib, mana jamoamiz hammamiz zo'r. Sekin-sekin hozir yana qo'shilishyapti. Cross oshyapti yana ham. Ochyapti. Hozir shu Chimyonda borib nima qildim? Keyin Shoymardonga qarab, ya'ni haftada bir marta nima qildim? Shahmardon. Shoymardonga qarab yo'laman. Keyin Namangan, Andijon olasan. Har chorshanba yangi gastrollarda. Nima ko'raman? Chorshanbani kutamiz-da. Mana shu yerda mana shu yerda o'tirganlar hammasi mana shu turganlar biz tanimasdik bir-birimizni. Biz mana shu sport biz tanishtirdi, birlashtirdi. Bitta guruh bo'ldi. Chashmani ko'p joyda she'rim o'qiyman, she'rim naqorati bor. Sport bizni birlashtirdi. Sizlar edingiz qayda, bizlar edi qayerda. Mana hammamiz inob bo'lib ketganmiz. Hattoki bir oyda bir osh tashkil qilamiz. Charchamasdan. Necha yoshdasiz hozir? 75dan o'tibdilar mana. Endi ko'rib turinglar. Lakni bosib qo'yinglar mana shu joyga otaxonlarga. Yaxshimi, charchash yo'qmi? Yo'q, charchash yo'q.
Tepadan ketyapsiz bular bilan. Tepamizga tepada. Haftada bir kun mana velosport bo'ladi. Qolgan kuni har kuni ertalab o'zimizda o'sha Marg'ilonda Trenirovka. Tijorat nima ijodkorlar bog'ida ikkinchi nima Sport klubi boshida. Ana shu yerda har kuni ertalab bomdod namozidan keyin shug'ullanamiz. Xudoga shukur buni judayam foydasi juda katta. Mana shu yoshga kirib mana Xudoga shukur hali biror marta bulardan qolganimiz yo'q. Kuch quvvat yaxshi, bel og'rimaydi, oyoq og'rimaydi, organizm Davlina yo'q. Ana shuning uchun mana faoliyatni to'xtatganimiz yo'q, ishlayapmiz. Avtoreal transport korxonasining rahbariman. Ana uchun avtomaktabda kechqurun 2 soat avtomaktabda dars beraman shopirlikka o'qiydigan bolalarga. Ana shu ish faoliyatimga bu sport menga kuch quvvat bag'ishlaydi. Shuning uchun ulardan qolishmasdan harakat qilyapmiz. Ilohim charchamanglar. Yana 1 minutga suhbatga tortyapman. Endi keyingi natijalar nima? Qaysi tomonga yo'l olmoqchisiz? Eng katta maqsad qo'yadi-ku baribir har bir sportchi. Endi biz yaqinda mana Odilxo'ja boshda Odilxo'ja mana bular o'sha Saidolaxon, Odilxo'ja bular shohmardonlarga borib kelishdi. Shohmardonlarga bordilaring mana 3-4 marta. Hattoki havo sovuq bo'lsa ham qor yot o'shanda ham borishdi-da. Ular faqat boramiz deyishdi. Faqat maqsadi bitta qo'yiladi, o'shanga qarab harakat bo'ladi. Endi hozir navbat Samarqand, Buxoro deyilyapti. Xudo xolasa. Imom Buxoriyga. Buxoriyga olib boraman. Обязательно olib boraman. Xudo xolasa boraman. Yaxshi niyat qilaman komandani olsaga. Hozir biz ko'niki boryapmiz-da hozir mana. Hayot nima dedi? 10 kun bu ham 10 kun mana padion bor ekan, nima bor ekan. Ko'niki boryapti, shuni hozir tayyorlayaptilar biz. Hozir Perevalga tayyorgarlanayotganda hozir Xudo xolasa. Tayyorgarlik Xudo xolasa inshaalloh. Qadrli obunachilar, mana ko'rib ozgina biz bilan suhbatimizga guvoh bo'ldilaring. Otaxonlar Samarqandga yo'l olishar ekan yaqinda. Xudo xolasa bizni podpischilarimiz chekkada qolmaydi. Iloji boricha ko'rgan joylarida to'xtab, qo'llab-quvvatlab, gaplashib, bir qator suhbatlarni olsalaring, bular ham bizda xursand bo'lishadi. Eng avvalo bu yerda tinchlik. Men ko'p joylarda aytaman tinchlik. Tinchlik ekan, mana shu go'zal o'tirishlarimiz, yurishlarimiz, mashqlarimiz, marafonlarimiz yarashadi. Anata bittasi miltig'ini monda qilib turganda kimga yoqadi bu narsa? Shuning uchun tinchlikni qadriga yetishimiz kerak. Ilohim vatanimizga ko'z tegmasin, vatanimiz osmoni musaffo bo'lsin. Balolardan, ofatlardan Allohim o'zi asrasin. Do'stligimiz, birodarligimiz abadiy bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat sizga ham. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Alloh kuch-quvvat bersin hammalaringga. Rahmat. Sog' bo'linglar.